Alloh bir bandasini la'natlamoqchi bo'lsa, jahannamga tushirmoqchi bo'lsa, kasallik ham bermas ekan. Dard ham bermaydi ekan. Mol dunyosiga talofat ham kelmas ekan. Omad ham ketmas ekan undan. Rizqi keng mo'l, oshig'i olchi, omadli, qayerda bo'lsa so'zi o'tadi. Yulduz porlab turibdi. Hamma unga haligi Fir'avnni, Qorunni ko'rganda havas qilganidek havas qiladi. Shunaqa bir kibr va havoga Alloh beriltirib qo'yar ekan. U go'yoki endi men eng zo'r insonman deb o'ylab qolar ekanda, halbuki Alloh uni o'sha holga tashlab qo'yar ekan filmda. Shuning uchun Alloh dard bersa xursand bo'ling. Alloh sizni ogohlangin, ko'zingni ochgin deyapti. Demak, Alloh sizni unutmagan. Sizdan omadni olib qo'ysa xursand bo'ling. Chunki Alloh omading ketdi, menga yalingin, men seni Robbingman, so'rasang omadingni beraman deyapti. Sizni chaqiryapti o'ziga.